like bosmanglar, podpiska bo'lmanglar. Biz o'sha 30 ming obunachi bilan o'tib ketaylik. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Assalomu alaykum bizani Instagram tarmoqlari orqali kuzatib borayotgan aziz va vafodor kuzatuvchilarimiz. Assalomu alaykum. Bizni nafaqat Instagram platformasi orqali, balki Telegram platformasi orqali ham juda ham ko'plab yurtdoshlarimiz tomosha qilishadi. Agar mana shu istoriya esingizda bo'lsa, bir yangilik haqida sizlarga ma'lumot berib o'tgandik. Shu ma'lumotni hozir biza haqiqatdan ham ochib berish maqsadida sizlarni qarshilarda turibmiz. Xudo xolasa bizani nafaqat Telegram, nafaqat Instagram, qolaversa bizani YouTube platformasi orqali ham endilikda kuzatishingiz mumkin. YouTube platformasi bu musofirda yurgan yurtdoshlarimizga juda ham bir qulay platforma. Chunki ko'plab mamlakatlarda Instagram platformasi VPN orqali ishlaydi. YouTube sizlarga juda ham qo'l keladi. Pastdagi silkalar orqali o'tib olasizlar. Albatta. Bizani kuzatishda davom etinglar.